bitta Nissan mashinasini olib qo'yganmiz. Bu Nissan mashinasini motorni ishlashini eshityapsizlar. Gaz bergan yurgan. Juda baland grubi. Bo'l, endi ko'tarlaring tegidan bitta eshitdik. Deg urib yurgan. Bo'l. Xullas, motorda moy yo'q bu mashinani. Kelgan paytida shubka mashinchagina elinib turuvdi, ozginagina. Yana bitta yurgan. Ozgina ilinib yotuvdi. Hozir moyni ashtirib beraylik, motorni ko'ramiz. Hozirgi Nissan mashinasini motorida moy yo'g'ini videosini qo'ydim. Hozir motor moyini ashtirib berdim. Aka dedim, keling dedim, birinchi motor moyini ashtiraylik, moyini dedim. Motor moy urgani menimcha tursa, bunda menimcha turuvdi, kichkina. Shu uchiga ilinib turuvdi. 4 litr o'rniga 1 litr tushdi. Ashtiruvdi motor moy, motor soatda chiq chotga ishlab turibdi. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bu videoni hozir yana qaytadan sizlarga ko'rsatayotganim, qaysidir ustaxonaga olib borishgan, общий pробег qilib motor moyiga 30 ming yozib berishibdi. Motor moyi o'zida hozir 10 mingdan oshib yurib olishgan. Iloj bo'lsa, ustaxonaga borayotganda sal so'ranglar, gibrid bilan EV, tok bilan benzinda qancha yuraman, o'shaning probegini alohida yozib bergin deylar. Iltimos sizlardan, akalar, ahamiyat beringlar. Shunday degan ustaxonaga olib boringlar.